Assalomu alaykum hammaga. Demak, bahorgi attestatsiyada ko'pchilikni qiynagan kesimlar mavzusi bo'yicha bitta masalani yechimini ko'rib chiqamiz. Demak, ABC, A1, B1, C1 muntazam uchburchakli to'g'ri prizma asosining tomoni 16/3/3. Muntazam uchburchakli bo'lsa, demak asosining tomoni muntazam uchburchakdan iborat bo'ladi. Asosi demak muntazam uchburchakdan iborat bo'ladi. Muntazam uchburchak barcha tomonlari teng bo'lgan uchburchak. Demak, asosining tomoni 16/3/3 ekan. B1 qirrasida P nuqta shunday olinganki, BP ning PB1 ga nisbati 3/5 nisbatda. Demak, BB1 dan P nuqta olsak, demak BP ning PB1 ga nisbati 3/5 nisbatda. Endi BB1 16 ekan. Mana shu 3x bilan 5x qo'shsak 16 bo'lar ekan. Shunda 8x teng 16, x teng 2. X lari o'rniga 2 ni qo'ysak bu 6 bo'ladi. PB1 esa 10 bo'ladi. Endi aytyapti A, C va P nuqtalar orqali o'tgan tekislik yuzini toping. A, C va P nuqtalar orqali o'tgan tekislik yuzini toping. Mana shu kesimning biza yuzini topishimiz kerak ekan. Uchburchak A, C, P ning yuzini topishimiz kerak. Xo'p, nima qilamiz? Xo'p, mana bu 6. Bu yerda mana bu to'g'ri burchak bo'ladi, chunki to'g'ri prizma deyapti. Xo'sh, bu ildiz ostida Pifagordan, mana bu to'g'ri burchakli uchburchak uchun Pifagordan a kvadrat plus 6 ning kvadrati 36. Bu ham xuddi shunday bo'ladi. Ildiz ostida a kvadrat plus 36. Endi bizga kerakli bo'lgan kesim ACP kesim. Shuni alohida chizib olamiz. Uchburchak sifatida. Uchburchak sifatida chizib olamiz. Mana A, mana C, mana P. Buning tomonlari ildiz osti a kvadrat plus 36, ildiz osti a kvadrat plus 36 va A. Endi balandlik tushiraman. Ya'ni uchburchak yuzini topish uchun biz balandligini topib olishimiz kerak bo'ladi. Xo'sh, teng yonli uchburchak bo'lgani uchun uning balandligi mediana vazifasini ham bajaradi. Tomonni teng 2 ga bo'ladi. Buni h desak, h kvadrat plus a kvadrat taqsim 4 teng a kvadrat plus 36. h kvadrat barobar 3a kvadrat taqsim 4 plus 36. H barobar ildiz ostida 3a kvadrat taqsim 4 plus 36. Endi uchburchak yuzi S barobar tomoni va o'sha tomoniga tushgan balandligi ko'paytmasining yarmiga teng. A bizlarda 16/3 taqsim 3, 16/3 taqsim 3. 3 taqsim 4 ko'paygan A ning kvadrati 256 kara 3 taqsim 9 plus 36 taqsim 2. Xo'sh, 16 bilan 2 ketadi. 8/3 taqsim 3 ko'paytirilgan. Xo'p. 3 kara 3 9. 9 bilan qisqarib ketadi. 256 bilan 4 ham ketadi. 64. 64 ga 36 ni qo'shsak 100. Xo'sh, 8/3 taqsim 3 100 dan 10 chiqadi. Demak, 80/3 taqsim 3 ga teng bo'ladi. Buni javobi.